Farzand rejalashtirayotganlar, shu yerdamisiz? Bugun sizga ikkita retsept beraman. Farzandlikda bola erta tug'ilishida va farzand rejalashtirayotganda ayni kerak bo'ladigan retsept hisoblanadi. Agar sizga foydam tekkan bo'lsa, kommentariyaga inshaalloh farzandli bo'laman deb yozib ketsangiz, shuni o'zi yetarli. Video yana ham chiroyli chiqishi uchun bo'sh showroomga borib, sizlar uchun retsept oldim. Birinchi ovqatimiz tovuq yuragidan dimlama. Immunitetni tez ko'taradi va oqsilga boyitadi. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitaminni shu yurakdan topsangiz bo'ladi. Tovaga sariyog' solamiz, ustidan piyozni solib qizartirib olamiz. Ustidan kartoshkani solib qip-qizil bo'lguncha yaxshilab qovurib olamiz. Agar siz tovuq yuragini yeb ko'rmagan bo'lsangiz, albatta shu retseptni tayyorlab ko'ring. Go'sht gazlari qulay bo'lgani uchun ikkinchi taomimga harakatni boshlab yubordim. Qozonga suvni solamiz, ustidan ivitilgan bug'doy, no'xat va oqloviyani solamiz va qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Dukkakli mahsulotlarimiz qaynab chiqquncha ovqatimizni davom ettiramiz. Yaxshilab qizarib chiqqan kartoshkamiz ustidan yurakni solib yaxshilab qovurib olamiz. Taom juda ham shirin va xushxo'r bo'ladi. Buni albatta organizmni vitaminga to'yintirish uchun er-xotin tanovul qilsanglar bo'ladi. Yurak qovurilib pishishga yetib qolgandan keyin ustiga sir solib ozginaga dimlab qo'yamiz. Shohona taomimiz tayyor. Grammajlarini izohda yozib qoldiraman. Orada shunaqa suv ichib oldim, bo'shishi chiroyli krujkalarida. Sho'rvamiz qaynashni boshlaganda ko'piklarni chiroyli qilib terib olamiz va ustidan bodom, anjir, yong'oq, magis, turshiylarni solib yana qaynatishni davom ettiramiz. Qaynash davomida mandarinni ozgina o'yib, shunaqa suvga tiqib olamiz. Bu sho'rvani homiladorlikda juda ham foydalari ko'p, albatta izohda yozib qoldiraman. Retseptlar sizga yoqqan bo'lsa, menga podpiska bo'lishni unutmang.